Joyda ko'rish hozirning yaqinini qilamiz. Korrupsiya agentligidan assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ogadagi sizga ham savol beraman. Manfaatlar to'qnashuvi nima? Qanaqa aniqlanadi va bartaraf etish yo'llarini bizga tushuntirib berasiz? Manfaatlar to'qnashuvi oldindan ham o'qigan bu narsa o'tgan 2024-yilning 6-iyunda atalab nashr illat yo'qotish maqsadida manfaatlar to'qnashuvini yo'qotish qonun qabul qilindi va 6-dekabrda kuchga kirdi. O'sha yerda qonun 1-13-larda berilgan manfaatlar to'qnashuvi shu xodimning davlat xizmatchisining shaxsiy manfaatlari bilan o'sha jamoa, tashkilot, davlat manfaatlariga qarshi kelish, ya'ni o'zining xizmat vazifalarini bajarish paytida tanish-bilish chiqishi yoki bo'lmasa kimdir qanaqadir moddiy yo nomoddiy tomondan rag'batlantirilgan yoki bo'lmasa qora taklif qilinadigan bu yo'ldan qaytarishida o'sha shaxsiy manfaati xizmat vazifasi esa davlat manfaati orasidagi nomutasamlikka o'sha aytiladi manfaatlar to'qnashuvi. Endi manfaatlar to'qnashuvi ko'p narsani misol qilsa bo'ladi. Oldingi mehnat kodeksimizda 79-moddasida ham yangi qabul qilingan mehnat kodeksimizda 121-moddasi yanglishmasam cheklovlar qo'yilgan. Ya'ni yaqin qarindoshlar deganda shu ota-ona, aka-uka, opa-singil, xotin tarafda turmush o'rtog'i tarafdagi yaqin qarindoshlari bitta bir-biriga bo'ysunuvchi sohalarda ishlash man qilinadi. Endi ayrim toifalarga sohalarda Vazirlar Mahkamasining belgilangan hujjatlar bilan ruxsat etiladi. Masalan, ta'lim sohalarida, masalan, maktabda, qishloqda bitta maktab bitgan bo'lsa, direktor o'sha qishloqda turadi, o'g'li oliy ma'lumotli o'qituvchi, turmush o'rtog'i o'qituvchi, kelini o'qituvchi, masalan, bitta oilada 5-6 o'qituvchi bor. Endi haligi 121-modda bo'yicha mumkin emas deb ayta olmaymiz. Sababi ta'lim beriladigan narsa moliyaviy, ayniqsa moliyaviy bo'limlarda, kadr sohasida moddiy ta'minot bilan shug'ullanadigan sohalarda mumkin emas, qat'iyan man qilinadi. Masalan, moddiy texnika baza bo'yicha o'rinbosarning o'g'li, yaqin o'sha yaqin qarindoshi ombor mudiri, buxgalteriyada yaqin qarindoshlar ishlash qat'iyan man qilinadi. Kadr sohasida mumkin emas. Asosiy bartaraf etish yo'llari endi bunga albatta mana komplians xizmati, korrupsiyaga qarshi kurash choralar deyapmiz, qonun qabul qildik, ichki nazoratlarni kuchaytiryapmiz. Har bitta rahbar o'sha kodeksga amal qilib, amaldagi qonunlarga to'liq amal qilib ishlaydigan bo'lsa, bu narsalar kelib chiqmaydi, bartaraf o'zidan o'zi bartaraf qilingan bo'ladi. O'zi bunaqa yaqin qarindoshdan oldimi, ishga olgandan keyin aytgan joy, yuqorida aytgan joylarda kodeks talablari shundoq ham qilib kelyapti. Yani bunga birinchidan ish beruvchi e'tibor qilish kerak, uni o'rinbosarlari, komplians xizmatini tashkil qilgan bo'lsa, komplians xizmatlari ham hozir ayniqsa shu soha bilan qarshi kurashyapti, tekshiruvlar borilyapti. Hozir avtomatlashtirilgan respublika bo'yicha yagona tizimlar tashkil qilingan, yaqin qarindoshlar hammasi chiqib turadi, shunda ko'rinib turadi, qayerda ishlayotganlar hammasi o'shandan nimalar olinyapti. Undan tashqari uchredительlik, ya'ni ta'sischilik tomonlarni ham tekshirib boshlayapti. Yo ta'sischi bo'lish kerak, yo davlat ishida ishlash kerak. Buni ham haligi nimaga ta'siri bor o'sha manfaatlar to'qnashuviga. Amaldagi qonunlarga, qonun asli normativ huquqiy hujjatlar talablarga to'liq rioya qilingan paytda bartaraf qilinadi. Endi e'tibor qilingan qolgan joylarni mana mutaxassislar bor. Komplians, korrupsiya qarshi kurash mutaxassislari aniqlab rahbariyatga taklif beriladi.
choralar ko'rib boradi. Nodir aka, marhamat, savollaringiz bo'lsa. Assalomu alaykum. Demak, siz ham manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha boshladingiz. Javob berishni, demak, manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha savolim bor. Manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha vakolatli organlar haqida, vakolatli organ va tarkibiy tuzilmalar haqida ma'lumot bering. Manfaatlar to'qnashuvini aniqlash, ularga chora ko'rish bo'yicha vakolatli organlar bo'lsa, eng pastdan boshlaylik. O'sha tashkilotning o'zidagi, masalan, aynan shu soha bilan shug'ullanadigan komplians ichki nazorat xodimi yoki korrupsiya qarshi kurash xodimi bo'lsa, o'sha o'zining rahbari o'sha manfaatlar to'qnashuvi holat yuzaga kelgan paytda aniqlansa, agar o'sha xodimning o'zining vijdoni toza bo'ladigan bo'lsa, o'sha manfaatlar to'qnashuvi sodir bo'ladigan duch kelgan paytda o'zi to'g'ridan to'g'ri rahbarga xabar berish kerak va bartaraf qilinishi. Uzr, aniqlik kiritaylik. Korrupsiya, manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha vakolatli organlar va tarkibiy tuzilmalarni nomlarini aytsangiz bo'ldi. Chuqurlashmasdan aniq. Vakolatli organlar va tarkibiy tuzilmalar. Davlat tizimidagi o'sha chora ko'rishga vakolatli bo'lgan davlat organlarini so'rayapsiz-da. Vakolatli organlar. Korrupsiyaga qarshi kurash xizmatlari Qonunda o'zi belgilab qo'yilgan. Har birini vakolatlari belgilangan qonunda. Milliy xavfsizlik tizimi, prokuraturada bor korrupsiyaga qarshi kurash nimasi alohida. Korrupsiya emas, manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha vakolatli organlar qonunda belgilangan 931-sonli 24-yilda qabul qilingan manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi qonunga muvofiq manfaatlar to'qnashuvi bo'yicha vakolatli organ va tarkibiy tuzilmalarni aytib bering bo'ldi. Hozir bunda aynan shug'ullanayotgan korrupsiyaga qarshi kurash agentligi hamda uning joylaridagi o'sha yillik 77-chi qonun prezident qarori bilan asosida tashkil etilgan shtat jadvali bo'yicha tashkil etilgan xodimlar organ korrupsiyaga qarshi kurash agentligi ancha ma'lumot. Demak, keyingi yana savolim korrupsiyaga qarshi kurashish va uning oldini olish bo'yicha O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan normativ huquqiy hujjatlarni yuqoridan quyiga sanab bering. Qanaqa hujjatlar? Xronologiyasi shart emas, yillari. Faqat o'sha qonun osti hujjatlari, qanaqa hujjatlar raqamlari bilan aytsangiz bo'ladi. Qarshi kurash bo'yicha Birlashgan Millatlar Tashkilotining 2003-yil 31-oktyabrda korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida konvensiyasi qabul qilinadi va o'sha Birlashgan Millatlar Tashkilotida a'zo bo'lgan barcha davlatlar uchun qabul qilingan haligi majburiy hujjat bu 2006-yilda O'zbekistonda ushbu konvensiyaga qo'shilish to'g'risida qonun qabul qilindida qo'shilish to'g'risida. Keyin 2008-yil korrupsiyaga qarshi kurashda milliy dastur ishlab chiqildi 5 yillik. Lekin korrupsiyaga qarshi kurash qonuni qabul qilinmadi. Mana yangi O'zbekiston davrida, ya'ni yangi prezidentimiz davrida 2016-yil 14-dekabrda inauguratsiya qabul qilingandan boshlab birinchi qilgan qadamlari ham prezidentimizning o'sha korrupsiyaga qarshi kurash masalalari dolzarb ko'rib chiqilib 2017-yilning 3-yilning yanvar 3-yanvari mana yanglishmasam korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida yanvar oyida korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risida qonun qabul qilindi. Yillar shartnomada. Undan keyin ungacha deyarli har yili prezident qonunasi normativ hujjatlari o'sha korrupsiyaga qarshi kurash sohasini yanada takomillashtirish va chora-tadbirlar to'g'risida qo'shimcha chora-tadbirlar prezident qarorlari qabul qilinib keldi. O'shadan esimda qolgani
2018'dagisi ham 2021'dagisi mana 51-77 uni ancha shtatlar tashkil qilinishi ichida vazifalar belgilangan va o'shandan keyin o'sha 51-77 51-77ning ijrosini ta'minlash maqsadida Korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari, direktori Burxonov hamda Kasbalar uyushmasi federatsiyasi hamda kambag'allik qisqartirish va bandlikka ko'maklashish vaziri bilan hamkorlikda 33-19 buyruq qabul qilinib, o'sha komplians nazorat xizmatining namunaviy nizomi ishlab chiqildi. Nizom 5 ta bob, 19 ta banddan iborat va hozirgi kunda o'sha 51-77 1-oktyabrdan boshlab davlat tashkilotlari, ya'ni davlat tashkilotlari o'sha umumiy tushunchada keltirilgan Ustav fondining 50% ortig'i davlat tasarrufida bo'lgan tashkilotlar, davlat tashkilotlari hisoblanib, o'shalarda ichki nazorat komplians shtatlari ochilishi belgilab berildi va o'sha nizomga, namunaviy nizomga asosan bu xizmatlarni, xizmat faoliyatlarini tashkil etilgan. Hozirgi kunda davom etyapti. Reyting baholash ishlarini asosiy yo'nalishlarini aytib bering. Reyting baholash 81. korrupsiya sohasida amalga oshirilayotgan ishlarni so'rayapsiz. Yo'q. 81-sonli prezident qarorida davlat organlari va tashkilotlarining korrupsiyaga qarshi kurashish ishlari samaradorligini reyting baholash belgilangan. Mana shu reyting baholash ishlarini yo'nalishlarini aytib bering. Qanday yo'nalishlar kesimida baholanadi? Statistik ma'lumotlar tayangan holda amalga oshiriladi. Men statistika boshqarmasida ishlagan paytimda o'sha shaffoflik, ochiq faoliyat hamda korrupsiyaga qarshi kurash sohasi bo'yicha reytinglar amalga oshirilardi. Shu qaysi tashkilot bo'lishidan qat'iy nazar eng birinchi navbatda o'sha shaffoflik, faoliyatida ochiqlik prinsiplari amalga oshirilgan, to'liq amalga oshirilgan kadrlar tanlash masalasi va boshqa nimalar ochiqligi amalga oshirilgan tashkilotlarda korrupsiyaga qarshi kurash reytinglari yuqori o'rinda turadi. Korrupsiyaga qarshi kurash ishlari amalga oshirilganligi yuqori baholanadi. Qancha yoq tizimda amalga oshiriladigan davlat tashkilotlarida korrupsiyaga qarshi kurash ishlari ko'rinmaganligi sababli ularni past o'ringa tushib ketaveradi. Sababi hozirgi kunda barcha davlat tashkilotlarida o'zi belgilangan hisobot bor. O'sha nizomda ham belgilangan ichki komplians namunaviy nizomda ham har oyning 10-gacha korrupsiyaga qarshi kurash agentligiga hisobotlar 20 ilovadan iborat hisobotlar taqdim qilinadi. Jumlasida ham bo'lsa kerak o'sha 5-chi Korrupsiyaga qarshi kurash ishlari samaradorligi. Korrupsiyaga qarshi kurash ishlari samaradorligi 5 ta yo'nalishda baholanadi. 81-sonli qarorda belgilangan. Bu tashkilotni ichki hujjatlarni ishlab chiqilganligi, korrupsiyaga qarshi ichki hujjatlarni ishlab chiqilganligi, ikkinchisi korrupsiyaviy xavf-xatarlarni aniqlanib baholanganligi, uchinchisi tashkilot rahbariyatini korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabati, keyingisi xodimlarning o'qitilganligi, oxirgisi aholini sohaga oid bilim va xabardorlik oshirilganligi. Mana shu 5 ta yo'nalish bo'yicha, demak, 29 ta indikator bor, 5 ta yo'nalish bor. Shuni o'zi yetarli. Boshqa ma'lumotlar shart emas. Ochiqlik haqida aytdingiz. Ochiqlik bu ochiqlik indeksi. U boshqa, yana bitta indeks. Ochiqlik indeksi boshqa. Tashkilotlarni faoliyatini, ochiqligi va shaffofligini aniqlash va baholashga qaratilgan faoliyat. U 62-47-sonli prezidentimiz farmonining ijrosi yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar. 154-sonli prezident farmonlarining ijrosi. Bu 81niki korrupsiyaga qarshi kurashish ishlari samaradorligini baholash. Ikkalasini adashtirmang. Bu reyting deyiladi, u indeks deyiladi. Alohida
yuritiladi ikkalasi. Rahmat javoblaringiz uchun.